Bular nevaralami, babulya? Yok, они такие же студенты, как и вы. Kvartirant ekan. У меня есть к вам предложение. Qanaqa предложение? Я одна. У меня никого нет. Сын есть, он в Москве. Присылает только деньги. Если вы за мной хорошо будете следить, то этот дом и эти деньги будут вашими. Yoshingiz nechida? 82. Onajonim. Mehribonim, Bo'pti, dom senga qolsin-da. Milliy paydagi pul meniki bo'ladi. kelishdik. Lekin menga qara, anu milliy pay deyotganing muxlovka emasmi? Jinnimisan, ha? Millionga yaqin foydalanuvchisi bor programma u. Hozir Rossiyadan bor-u. Hamma ishonchli deb shundan pul o'tkazyapti O'zbekistonga. Ha, cho'tki bo'lmasa. Menga qara, tasha buni, tasha. Yur ketdik. Babularning ko'nglini olamiz. Ha, yur, Ketdik, yur. ketdik. Kampir yili qarg'ami deyman. Kelganimizda birinchi kurs edik. Hozir uje kollejda dars beryapman. Bo'ldi qilay. Hozir kiraman deb babulaga, taka deyman deb ketaman. Uyi ham kerak emas. Milliy paydiga puli ham kerak. Jinnimisan u? Men shuncha pulni nima qilaman? Voy. Kampir qimirlamayapti. Xursand qilma odamni. Tur. Va nihoyat tekshiraylikchi. Скорую позовите. Shas bu deydi, shas. Nima deyapti? Doktor deyapti. Doktor, chaqiramiz hozir. Doktor deyapti. Shas bu deydi. Xavotir olmanglar. Bu uylarning ahvoli ancha yaxshi. Yaxshi. Yo'q. Lekin hozircha hayajonlanish, shirinlik yeyish, gazli umuman mumkin emas. Shirinlik bilan gazli. Bo'ldi. Nima qilyapsan? Ha, kampirga kofe tayinlayapman. Ha? Nechta qand soldi? 15 ta. Doktor mumkin emas dedi-yu. Obor. Ahvollari zo'r. Ozgina sahrlar oshdi. Ой, Что случилось? Babuля, что случилось? Ozgina davleniyalar oshib keladi. Men sizlarni tushundim. Lekin ahvollari yaxshi. если ты будешь за мной хорошо смотреть, то этот дом и эти деньги тебе останутся.